Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, biz kuzatib boradigan obunachilarimiz hamda usta akalarimiz uchun yangi videoni joylayapmiz akalar. Zavodskoy bitom mishalakalarimiz ikki xil varianti Marg'ilondagi agrotexnikalar do'konimizga yetib kelgan. Videoni boshida aytib o'tib ketamiz, dastavka xizmatlari bor. Hozir bittadan like bosib, kommentariyaga o'tib, omad so'zini yozib keladigan obunachilarimizga hozir aytiladigan narxlardan albatta chegirmalarni qilib beramiz. Video davomida vazifalarini hamda sifatlarini tanishtirib o'tib ketamiz. Birinchi o'rinda akalar kichikroq variantidan boshlaymiz. Ukамizga kichikroq variantidan ko'rsatdik, uyga ishlatamiz, o'zimizga xo'jalikka hamda ishlab chiqarishimiz bor degan akalarimiz uchun 160 litrli kichik variantidan olib kelib qo'yganmiz. Ichidagi aylantirib beradigan val qismlari ko'rishlaringiz mumkin. Ikkitali vallari bilan jihozlangan. Tepa qozonining lisiga nisbatan pastdagi qozonining lisi akalar qalinroq bo'ladi, ko'rishlaringiz mumkin. Tagidagi shesterna qismlari akalar eng ahamiyat beradigan joyi plastmassali shesterna hamda temirli shesternali bo'ladi akalar. Bular temirli original shesternalari bilan jihozlangan. Motorlar yaxshi motorlardan qilib ishlangan. Tagidagi qozonini ushlab turadigan val qismlari ko'rishlaringiz mumkin, temirli hamda pachimli bo'ladi. Buni olib turib qozonini almashtirib ishlatsalaring ham bo'laveradi. Rolini xohlasanglar o'ng tomonga, xohlasanglar chap tomonga bemalol ag'darib ishlatsalaring bo'laveradi. Joyidan qo'zg'atib siljitib yurish uchun ham sifati juda ham zo'r hamda yengil qilib ishlangan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu 160 litrli mishalkamizning narxi suv tekin narxlarda bo'lib ketdi. $200 bemalol kelib xarid qilishingiz mumkin. Faqat sharti bor, like, kommentariyaga o'tib omad so'zini yozib qo'yganingiz uchun narxini $200 qilib beramiz. Kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin. Endi ukamizga kattaroq variantidan bo'lsin, tirikchilik qilaman, arendaga chiqaraman degan akalarimiz uchun akalar ko'rishlaringiz mumkin. 200 tali varianti. Buni ham xohlasanglar o'ng tomonga, xohlasanglar chap tomonga ag'darib ishlatsalaring bo'laveradi. Tagidagi val shesternalari buniki ham temirli, ki shesternasini qalin shesterna bo'ladi akalar. Yuqqa shesterna bo'ladi. Bular qalin, katta yo'g'on shesternalari bilan jihozlangan. Mishalga oladiganda eng asosiy joyi shu bo'ladi, chunki bu narsa doimiy ravishda aylanib turish uchun hisoblanadi akalar. O'sha hisobiga qalinroqdan olishlarini tavsiya qilamiz. Tagidagi aylantirib beradigan vali pachimlilikni oladigan bo'lsalar akalar, pachimlik yetgandan keyin bemalol o'zgartirishlari mumkin. Agar pachimliksiz olib beradigan bo'lsalar akalar, bu pachimlikni o'zgartirib bo'lmaydi, polni qozonini yoki o'qini almashtirishlariga to'g'ri keladi. Bu pachimlikli varianti. Vali mana ko'rishlari mumkin, tagidagi juda ham qalin holatda. Motorlari ham yaxshi motorlardan qilib ishlangan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bu 200 tali mishalkamizning narxi suv tekin narxlarda bo'lib ketdi. Narxi $250 dan kelib bemalol do'konimizdan xarid qilishlari mumkin. Pastda nomerlar qoldirib ketyapmiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqadigan bo'lsalar, optim narxlarda yetkazib qilib beramiz. Shunaqangi zavodskoy bitom mishalka qidirgan tanishlarga jo'natib qo'yishni sizlar obunachilar bemalol telefon qilaverasizlar.